Moshenniklar qanaqa pul topadi? Videoni boshlashimdan oldin like bosib qo'yinglar. Moshenniklarning ko'p sxemalari bor. Birinchisi, sun'iy intellekt orqali mashhur yulduzlar, milliarder biznesmenlar, hattoki davlat rahbarini yuzi va ovozidan foydalanib, hammaga qanchadir miqdorda xayriya sifatida shunchaki pul tarqatayotgani haqida soxta video yasashadi. Videoni tagidagi silkani bosib, pulni olishingiz mumkinligini aytishadi. Agar ishonsangiz, tabriklayman, kartingizdagi pullaringizga uxladingiz. Ikkinchisi bo'lsa, bitta yer olib, yonida bir balo nomli sotuv bo'limi ochishadi. Hali qurib bo'lmasdan uylarni yarim narxiga sotib olinglar deb qiziqtirishadi. Odamlarning pullarini yig'ishtirib olib, Maldivga surib yuborishadi. Siz bo'lsa qo'lingizdagi soxta hujjatlar bilan sudma-sud yugurib yuraverasiz. Uchinchisi bo'lsa, Dubayda ofisi bor, qimmatbaho mashinasi bor, tipa professional treyderchi o'zini reklama qiladi. Trading orqasidan sizni pullaringizni 2 barobar yoki undan ko'proq berishini aytadi. Telegramda qo'ygan rasmlari, uni kanaldagi realniy videolarini ko'rib, odamlar ishonib pullarini o'tkazib berishadi. Keyin bo'lsa hamma